Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Xayrli kech hammaga. Bugun payshanba kuni. Mana hammamiz ro'za Ramazon oylariga ham kirib oldik. Men bir oradacha to'xtalib qoldim, chunki ishlar bilan bo'lib uzilish bo'lib qoldi. Endi yana davom etamiz. Xullas, bugungi temamiz ham shu rep haqida. Faqat o'zbek repidagi badiiy kitob o'qiydigan haqiqiy reperlardan bittasi. Eshitib baho berib ko'rasizlar. Agar yoqqan bo'lsa yoki tanimaganlar yoki taniydiganlar bo'lsa ham like, kommentariya, dizlayk bo'lsa ham ayamanglar. Ko'ringlar. Birinchi, ikkinchi qo'shiqlarni eshitib yoqtirganman buni. Bugun qandaydir shuni videosini olgim keldi. Qani, boshlaymiz bo'lmasa. Tamam. Kana bo'lib qolibdi xasta. Uni davolash kerak. Asta. Deya. Kana ana, mana. Kana har qayda, kana mayda, kana yashar panada, har mahal va har ballada, marakada, tantanada, har shahar, har mahallada, azaldan yashar kana maktabda, kana har taqda, kana hamma daftarlarda, kana mana, kana qaylardan axtarmaydi, kana aldada, kana. Qo'shiqning nomi Kana deb ataladi, lekin bu biz biladigan kana emas. Ya'ni ba'zi bir odamlarga nisbatan imlo bilan, ya'ni o'zbekcha qilib aytganda qog'ozga o'rab chiroyli qilib so'kkan. Ya'ni badiiy qilib so'kkan. Yaxshilab eshitib ko'radiganlar ma'nosini tushunishi mumkin. Aldar ayamasdan kaltaklanglar, yakka kanani ag'darsang ham harnada aka kanalarga aylar ataka. Kana natsist, kana aeroportdagi taksi, kana o'chirib buzuvchi parazit, u tarozidan uruvchi sotuvchi, u yana tushiruvchi aferist, kanadan yuqtirar, o'z ideologiyasini uqtirar, kana bozordagi valyutchi, kana qo'lda sassiq paquchi, kana qamchiq deguvchi, qamchiq harf deb kamsituvchi g'arib, ketiga bir tepib tashlasang-da ag'darib, to'ntarib, Haqiqatda aytib o'tgan gaplar to'g'ri. Ko'pchilik Perivalda qamchiq davoni deb aytolmaydiganlar juda ko'p. O'zim Toshkentga chiqib qaytganimda taksistlarni ba'zi birlari ham aytolmas edi. Shunga ham bir to'xtalib o'tibdi. Bu yerda million guruhiga ham tekkizib o'tilgan gap. Ya'ni to'g'ri qaysidir ma'noda. Misol, mana men uchun Elmurod Haqnazarov yaxshi hozirgi paytda nima qiladi, olib boradi qo'shiq nimalari, konsertlarini. Keyin Avazoxon yaxshi. Endi onlaynda bo'lsa ba'zan qalpoq ko'raman, ular ham yaxshi. Qolgani ko'pi xullas 18+ bo'lib yotibdi-da. Kana har qayda, kana mayda, kana yashar panada, kana sanda, kana unda, kana bu zarar kunanda, kana har qayda. Balki shu videomizdan keyin bu xonandani ham, reperni ham, boshqa qo'shiqlarni ham eshitib ko'rishlari mumkin. Juda zo'r haligi xalqni ichidagi kamchiliklar, odamlarni qaysi tomonga ketayotganliklarini zo'r qilib minimal qilib ochib bergan. Ijtimoiy tarmoqlar degan qo'shiq bor, unda ham zo'r aytgan. Ya'ni bu bolani bilim saviyasi yaxshi, men bilishim bo'yicha yaxshi. Ingliz tilida ham bemalol gaplasha oladi. Chetda ham, musofirlikda ham ko'p ishlab ko'rgan. Ya'ni men bilgan reperlardan emas. Misol, basda oladigan bo'lsak, bas deydigan bo'lsak, bas yo'nalishi faqat massa normalniy hozir ijod qilyapti. Bas treklar bo'yicha qofiyalari ham bir-biriga mos tushadi. Ya'ni unda endi yoshligidan u ham qiynalib o'sgan bo'ladir. Hali ma'lumotim yo'q unchalik, lekin shunaqa deb bilaman, normalniy o'ziga dastoyniy. Kliplariga ham ancha-muncha pul rasxod qilib yuboradi, ayamaydi. Normalniy olib boradi.
Endi tekst ma'no so'z jihatdan ko'proq e'tibor beradigan bo'lsa, 3-o'rinda shu bo'la turadi. 1-o'rinda men uchun minor. Minor ko'p muammoli narsalarni olib chiqib ko'targan. Avvaldan, eskidan, hozir ham shunaqa. Konusda orada bir yaxshi edi. Avval tanilmasidan oldingi treklari zo'r edi. Hozir unchalik emas. Bu ham endi shou biznesga qarab ketyapti, lekin konusda ham normalniy yoqadi. Nomo degani bor edi, xorazmlik bola. Oldin UzRap'da yurardi, lekin hozir yo'q bo'lib ketdi. Ko'p reperlar ichida bor, masalan, ma'no jihatdan aytadigan bo'lsak, oldin Uzbumda ham zo'r treklari bor edi. Buni o'zini avtoritetini tushirib, har xil kesak-kemas nimalar olgandan keyin ko'p ham nimasi qolmadi. Prikolniy replar aytish bo'yicha Bad Boy Subhan hozir yana qayta tiklandi. Subhan media emas, boshqa mediada chiqadi yaqinda. Ularda ham esda qoladigan prikolniy treklari ko'p edi. Lekin ma'no jihatdan oladigan bo'lsak, Shakani ham 3-o'ringa qo'ysa bo'ladi. Kana mayda mayda, kana yashar pana panada, kana sanda, kana unda, kana bu zarar kunanda. Ehtiyot bu hayat, azab buzlar parazit, kana u xuddi go'yo injil, u doimo izlaydi. Bana alamana kana hamma joyda, tog'dagi bilanadi yo'qsiz to'ydi. Kim o'z ishga o'ynaydi qo'ydi, asabni sindirib shishat yo'lda eda. Kana farosidi pas, kana farosida, ko'chadagi nas, ko'ra teshib kes, jafa o'ylab juda tez. Ko'zib o'limsiz, kanani qilich olib kes. Ajablanarli, lekin o'zim xatarli, gapim sababli. Bunaqa trek menimcha O'zbekistonda hali aytilmagan. Bularda aytish stili ham, tonlari ham juda boshqachada. Bularda faqat bizda o'sha vaqtda ham hozir ham ko'pchilik anglab yetolmayapti. Endi aytganimdek, rivojlangan sari hozir trap kuchayib ketdi. Trap, afrobitlar juda ham kuchayib ketdi va masalan o'zim turkcha rap eshitaman ko'proq. Даже amerikanskiy reperlarni ham eshitmay qo'yganman, chunki ularda ham juda ko'p uzoq stilist temalar, o'zini faqat avtoritet ko'tarish, maqtanish ko'proq replarning ichida. Kamdan kamlari bor eshitiladigan. Amerikanskiylardan 3-4 ta eshitaman. Kendrick Lamar bor, Eminem bor, Busta Rhymes bor. Shu uchalasi. 50 Cent oldin eshitardim. Uniki ham yaxshi, lekin ma'no jihatdan Kendrick Lamar вообще zo'r. Kanye West bor edi, Kanye West ham yaxshi aytadi, lekin hozir unchalik emas. Men uchun shunaqa. Chunki hozir turkcha rep eshitaman, chotki. O'zbekcha repda ham mana endi eshitadigan, o'zim eshitib yurganlarda bitta-bitta olib chiqaman. To'g'ri, bu eski video, lekin normalni aytib qo'ygan o'sha paytda. Hozir ham agar tushunadigan, bunday sayoz fikrlamasdan normalni fikrlaydigan odam bo'lsa, bu qo'shiqda ma'nosini yaxshi tushunadi. Juda alamli, kana ko'payar kun sayin, kananing qilig'i betar, kana poylaydi zulfat, qaralik qiladi atar, kana bu mullajining, kana bu yolg'iz qo'shning, kana ko'plab talaganlar, kana ko'plab dushmanlar, kana yana bo'ladi to'ylada, kana bor joy o'zi bu xatar, kana gap farqi yo'q yozish, kananing qaydanlar kana hayda, kana mayda mayda, kana yashar pana panada, kana sanda, kana unda, kana bu zarar kunanda, kana hayda, kana mayda mayda, kana yashar pana panada, kana sanda, kana unda, kana bu zarar kunanda, kana o'z kasbiga sabuqon doktor. Bunday kanadan battari yo'qdir. Kana bu piyonista artist, kana proteksionist, uniki infeksiya koronavirusda sifilis virusida kaltis, kana iblis, odam emas, hamon ola besh ko'zli iblis, kana abjirdir suvda ham, o'tda ham, kana bu megajin, kana bu muttaham, kana ko'p gapirib, oshirib, bo'shtirib, boshlarib, xotirib, kana bu o'g'ri, ushqur tomirlar, misli saksovul, kana qurqur, transseksual.
Mana qo'shiqni ham eshitib ko'rdik. Muxlislar, o'z muxlisim hali ko'p emas unchalik, lekin hammalaringdan kim videoni ko'rayotgan bo'lsa, oxiriga ko'rganlarga rahmat. Kommentariy yozganlarga ham rahmat. Like bosganlarga 2 marta rahmat. Dislike bosganlarga ham rahmat. Bu endi boshlanayotgan yangi ishlarimizga uchun xato kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. Xato hammamizda bo'ladi. Mendan yaxshi tushunadiganlardan sekin-sekin o'rganib, yaxshiroq kontent qilishga harakat qilaman. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'rishguncha hammalaringga.